Assalomu alaykum hammaga. Men siz bilan Zarifa Mamatqulova, yoshim 63 da. Sirdaryo oblasti Yangiyer shahrida istiqomat qilaman. Hozir vaqtincha Sankt-Peterburgda ishlayapman va internet tarmoqlari orqali daromad qilyapman. Agar sizga ham qiziqtirsa qo'shimcha daromad olish internet orqali menga yozing. +7 953 733 0127. Telegram, imo, WhatsApp, Viber, Instagram, Odnoklassnik hamma narsa shunga ulangan. Men sizga noldan boshlab hammasini o'rgataman. Kirish tekin, o'rganish tekin. Ozgina sarmoya bilan siz millionlar ishlashingiz mumkin. Agar men yolg'on gapiradigan bo'lsam, qayerdaligimni, kimligimni, nimaligimni aytmasdim sizga. Men ishlab shundan daromad qilganim uchun xalq, o'zimga o'xshagan oddiy prostoy xalq kirib ishlasin, pul qilsin, ozgina bo'lsa ham ro'zg'origa yordami tegsin deb mana shu reklamani chiqaryapman. Odamlarsiz hech qayerda hayot yo'q. Qayerga borsangiz ham odamlar bilan ish bitadi. Odamlarsiz ish bitmaydi. Shuning uchun shuni reklama qilyapman. Kelinglar, sizlar ham qo'llaringizdan kelsa ishlab, pul qilib olinglar. O'rgatish tekin, o'rganish tekin, kirish tekin, kirib o'rganinglar. Keyin yana shu masala bo'yicha bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Kecha Odnoklassnikda bir prosta degan bolamiz Qashqadaryodan yozyapti. Xola emas, yozyapti. Sizga yaxshi durustroq ustuvosh kiyim kiygizib, keyin reklama qildirsin deb. Bolam, men alhamdulillah mana shu ustuvoshim bor. Ana shu ro'molda men namoz o'qiyman bolam. Ana shu ro'mol bilan Alloh meni namozga chaqiryapti. Ana shu Alloh ro'molim bilan qabul qilayotgan joyda sizni bu gapni gapirishga umuman haqqingiz yo'q. Tushunyapsizmi? Sizni o'sha ismingiz yo'qmi? Sizni ota-onangiz qo'ygan ismi yo'qmi? Prosta bu nima degani? Otangiz, onangiz bergan chiroyli ismingiz bor. Avval ekranga chiqishdan oldin ismi, familiyangizni yozing, o'zingizni ko'rsating, menga o'xshab, mana men palonchiman deng, qo'rqmasangiz. Prosta deb xohlagan internetga chiqib kommentariy yozasizmi? Bu qaytar dunyo bolam, o'zingizga qaytib qolmasin. Alloh kechirmaydi. Qachonki men sizni kechirmasam, shuni hech qachon esingizdan chiqarmang. Birovning ko'nglini, dilini og'irtish 1 minutlik narsa. Kommentariy yozishdan oldin o'ylab yozing. Meni yoshimni yarmidasiz, 36 yoshda ekansiz. Siz nimani ko'rdingiz hali hayotda? Biz urilib, devorga urilib, yiqilib mana shu yoshgacha keldik. Alhamdulillah, Allohning yeridagi qulimiz, Allohning yeridagi bandasimiz biz. Hech kimda haqqi yo'q birovda kiyimiga qarab baho berish. Men oddiyman, menga o'xshagan traktorchi, pol yuvuvchi, kosa yuvuvchi, idish tovoq yuvuvchi, podsobniy rabochiy deydimi, nima deydi, oddiy xizmat qilib qora mehnat yurganlar uchun bu biznes. Sizga o'xshagan gapiradiganlarga emas. Siz oldin o'zingizni, laqabingizni to'g'ri qo'yib oling. Ana undan keyin afsuslat qilishga haqqingiz bor. Kim farzandi bo'lsangiz ham rahmat sizga, tarbiya berganlari uchun. Kam bo'lmang. Mana shunday ketishda juda ko'p duo olasiz inshaalloh. Uzr kechirasizlar, ana shu bolamga e'tibor uchun mana shuni qo'shib qo'ydim. Kommentariy yozishda juda ham ehtiyot bo'linglar. Birovning dilini og'ritish oson, lekin uni qaytarib olish hammaga ham emas. Alloh kechirmaydi, agar bandasi kechirmasa. Shuni hech qachon esingizdan chiqarmang. Kimda kim menga o'xshagan oddiy, prostoy xalq, qiynalayotgan xalq, puli yo'q, uyi yo'q, joyi yo'q xalq qiynalayotgan bo'lsa, marhamat kiringlar. O'rganish tekin, kirish tekin. Qo'lingizdan keyincha mana shu knopka bilan, telefon bilan ishlasangiz daromadga chiqasiz. Otilish 0. Ozgina sarmoya bilan ikkinchi qadamda qaytar olib uyoqqa kelib turuvchi daromad. Xohlagan odam o'zini xohishi bilan pul berib, kirib ishlaydi. Xohlamagan hech kim zo'rlamaydi. Marhamat, kelinglar, ishlanglar, pul qilinglar, oilalarga yordam beringlar. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Allohim har bir bandani niyatiga yarasha qilib rizqini bersin. Hammamizni Parvardigor o'z panohida asrasin. Sihat, salomatlik, Allohning panohida bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.